Erta sahar uyg'onib ketib, soatga qarasam soat 10 bo'lib ketibdi. Dedimda o'rnimdan turdim-u, tim qorong'i xonani yorug'likka to'ldirdim. Tezdagina o'zimga qarab olay deb yuvinib, eng sevimli sivurtkalarimni va namlantiruvchi kremlarimni surkab, shirin uxlayotgan bolajonlarimni oldiga kirib uyg'otdim. Keyin esa sevimli oshxonamga kirib, nonushta tayyorlashga kirishib ketibman. Ertalabda dadamiz bugun sizlarni zo'r joyga olib boraman ayasi dedilar. Voy zo'r-ku, unda tayyorgarlikni boshlaymiz hozir dedim-u, kelishimizga uyda ovqat bo'lsin deb duxovkaga tezdagina akarachka solib qo'ydim. 1 yoshli qizalog'im ham yeb oladilar, ham ikkinchiga ovqat bo'ladi deb sho'rvacha ham solib qo'yishga ulgurdim. Rakovinada qo'lda yuviladigan idishlarni yuvib tursam, akarachka oldiga hech nima yo'q-ku deya baqlajon ikrasini ham pishirib tashlabman. Qolgan idishlarni ham posuda mo'ykaga soldatik qilib taklab tashladim. Xullas tayyorgarliklarni ko'rib, yo'l-yo'lakay jiyanchamiz Shahzodani ham o'zimiz bilan oldik. Yo'lda go'zal manzaralarni tomosha qilib, bolajonlarimizni shirin suhbatlarini eshitib, er-xotin har xil planlarimizni gaplashib ketdik. Qarasak, dadamiz bizni kontaktni zooparkka olib kelibdilar. Rosa ham zo'r joy ekan. Yo'lda bahaybat baliqlar suzib yurganini ko'rdik. Go'zal ko'zgi tabiati odamni bahri-dilni ochib, xotirjamlik baxsh qilardi. Alpakaga o'zimcha qo'llarim bilan ovqat berdim. Ho'l g'adir-budir issiq tili qo'limga tegdi. Bu deb ichimdan har xil xayollar o'tdi. Rahmat ayting, tishlab olmadim degandek qarab turdi alpakajon. Xullas salfetkalar topib, suvlar topib qo'limni tozalab olib, yo'limizni davom etdik. Kuzni juda ham yaxshi ko'rganim uchunmi bilmadim, bu park kundalik hayotimdagi charchoqlarimni chiqib ketishiga sababchi bo'layotgandi. Bir payt ro'paramizdan shunaqangi chiroyli flamingolar chiqib qoldi. Bunday rangli flamingolarni to'g'risi o'zim ham birinchi marta ko'rishim edi. Bolalarni gapirmasam ham bo'laveradi. Keyin esa yopiq katta zalga kirsak, oyog'ingiz tagida shunaqa parandalar mazza qilib sayr qilib yurishgan ekan. U yerdan chiqishimizga atrofimizda lemur hayvonlari bemalol xo'ja bo'lib sayr qilib yurishibdi. Wow deb videoga olib turgan bir paytim Lolashni kalaskasiga bittasi, keyin esa ikkinchisi sakrab chiqib oldi. Kapaligim uchib ketdi. Qizimni qarasam, lemurni qulog'idan qo'rqmasdan tortib turibdilarda. Rosa ham katta park ekan, hayvonlari ko'p, bir-biridan chiroyli, zerikib ham yerlarni hammasini olmadim. Xullas bolalarni plashatkaga o'ynatganini olib borib, har xil shirinliklar yeb oldim mana bu xonada va asta-sekinlik bilan qorong'i tushganini bilmay ham qolibmiz. Uyga kelib, mazza qilib tayyor ovqatlarni yeb olib,